Bugungi mehnat bozori faqat bilim emas, amaliy ko'nikmani ham talab qiladi. Sening eshiklaring doimo ochiq, chunki sening universitetingda tajriba ham beriladi. Toshkent amaliy fanlar universiteti. Assalomu alaykum. Dilimiy yaxshi bola YouTube kanalimga xush kelibsizlar jigarlar. Bugun Sochni, Moshni legendarniy video bo'lishiga kafolat beraman, chunki Dilimiy Vasilyevich o'z kasbini o'zgartiradi. Bugun 24 soat davomida o'zimni umuman boshqa kasbda sinab ko'raman. Instagramda men bilan kasb olishni xohlagan 60 mingta odam ichidan bitta insonni tanlab oldik va bu qanday kasb ekanini yaqin daqiqalarda bilib olasizlar. Tayyor bo'lsanglar, ketdik. Ana bola paqirni o'zi ham kelyapti-yu. Aka, ana Eminemlarga o'xshab, reperga o'xshab kelyapti. Hozir ko'rib olasizlar qanaqa bolalarimiz. Alaykum uka. Asl yuzingizni ko'rsating. Oho, jigarlar, bundan buyog'iga mana shu daqiqalardan boshlab men hozir endi rasman emas-u, novvoychilik bilan shug'ullanaman. Hayotimda hali biror marta ham non yopib ko'rmaganman. To'g'ri, onamlarga yaqinda tushib ovqat qilib bergan bo'lishim mumkin, lekin hali bu kasbda ishlab ko'rmaganman. Qanchalik qiyin sizni kasbingiz o'zi? Aka, qanchalik qiyinligini odamlar o'zi biladi. Blogerlikka tayyorgarlik olgan. O'zi 60 mingta kommentariyadan ichidan bitta odamni aniqlash o'zi oson bo'lmadi. Shuning ichidan siz chiqqaningizga o'zi xursand bo'ldingizmi? Qanchalik, qanaqa emotsiyalar bo'ldi? Anchadan beri kuzatamiz sizni. Kommentariy yozdik, o'zimizni kasbimizni yozdik, nasib ekan chiqdi aka. Necha yildan beri bu novvoychilik bilan 3 yildan beri novvoychilik qilyapmiz. Blogerlik qilib ko'rganmisiz yoki non sotib mana shunaqa qanaqa marketingmi? Qilamiz aka. O'xshaganmi? Yo'q. Yo'q? Yo'q deyish kerak. O'xshamagan-a demak. O'xshamagan. Men bugun sizlarga marketing orqali, mana shu bashara orqali qanchalik nonni qimmatga yoki ko'p sotishni o'rgataman. Xullas, ko'p gapirib o'tirmayman. Tayyormisiz kasb olishga? Tayyormiz aka. Любой narsaga tayyormisiz? Любой narsaga aka. Orqamda vodiy turibdi aka. Voy, orqangizda hech kim yo'q. Orqangizda Porsche turibdi, legendar. Aka, shunaqa ahvatni ko'rasiz bugun. Ishoning. Bo'ldi, ishonaman. Bo'pti. Bola hozir to'g'ri emotsiyada katta gapirayotgan bo'lishi mumkin, lekin blogerlik baribir oson emas. Tayyor bo'lsangiz, men tayyorman. Tayyormiz. Ketdi. Ana endi hammasi boshqacha. Qalay jigarlar, Novvoyga o'xshamayapman, lekin sizni didingizga qoyil. Original kiyimlar, Adidas, Dubaydan olganman. Mayli. Men sizlarga bundan tashqari yana boshqa narsalar ham beraman, bilasizmi? Nima berishim mumkin? Porsche aka. Tashi Porsche ehtiyot qilasiz lekin. Eng uzoq kutilgan narsa. Lekin shuncha odam yaxshi ko'radi buni, chaqmoq makun paytida ham yaxshi ko'rgan. Hozir ham yaxshi ko'rishadi. Xullas, undan tashqari mana shu bizneslarimdan, mana shu topgan daromadlarni, o'sha umumiy hisobdagi pullarimni, karyeramni hisoblasa ham bu narsaga teng kela olmaydi. 6 milliontalik Dilimiy profilimni ham beraman. Xohlaganingizcha stories qo'yib, xohlaganingizcha videolar olib, mana shu bugun kontent qilishingiz kerak bo'ladi. Men bu kunni juda ko'p kutdim lekin. Nima deb o'ylaysiz? Qanchalik eplolisiz bu kontent qilish? Eplaymiz aka. Novvoylar hamma narsani eplaydi. Ya endi Novvoyda baja unaqa qolmay endi. Menimcha bilmayman qanchalik eplashingizni endi odamlar baho beradi, lekin men sizdan bitta narsani iltimos qilaman. Men ham Novvoymi profil ochganman, o'sha profilda reklama qilib berasiz. Bo'ldi aka, gap bo'lish mumkin emas. Bundan keyin bo'ldi, va shu qoringizni ko'rmasam ham mayli. Xo'p. Bugun juda ham muhim kun. Men novvoychilik bilan shug'ullanaman, bu esa blogerlik. Undan tashqari sizlarga bitta eng asosiy reality showimizda nimalar bo'lishini tushuntirib o'tishim kerak. Bugun bizda nafaqat kasb olishamiz, bizda raqobat ham bo'ladi. Albatta. Diqqat bilan eshitib oling. Diqqat bilan eshiting. Bugun mana shu kasbimizdan kelib chiqqan holatda bir-birimizga shartlar beramiz. Ya'ni men blogerlikka to'g'ri keladigan sizga shartlar beraman, siz esa menga novvoychilikka to'g'ri keladigan shartlarni berasiz. Qanaqa shart bo'lishidan qat'iy nazar bajarishimiz kerak bo'ladi. Agar bajarmasak, pishdi degan. Undan tashqari 24 soat davomida kim ko'p kasbida daromad qiladi. Tushundingizmi nima deyapman? Tushundim aka. Siz blogerlikdan pul ishlashingiz kerak bo'ladi. Men esa novvoychilikdan. Xullas 24 soatdan keyin aynan mana shu nuqtada yana siz bilan ko'rishamiz. Kim g'olib bo'lganligini shartlar orqali emas, balki 24 soat ichida o'zimizning kasbimizdan kelib chiqqan holatda kim ko'p pul topgan bo'lsa, o'sha inson pul olib ketadi. Ana endi bir-birimizga bittadan shart berib, mana shundan qo'zg'alishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, Dilshod aka, birinchi sizga beradigan shartim bir tandir non yopasiz. Siraz, ha? Mana shu narsani o'ylab qo'ygan ekansiz-da. Ayy aka. Bo'ldi, men bir tandir non yopishim kerak-a. Xo'p, qiyin bo'ladi, bilaman. Ozgina joyda kuyishi mumkin. Lekin o'zi non yopishga ketyapmiz. Shundoq. Bo'ldi, birinchi shartni qabul qildim. Mana endi sizdan birinchi shartni qabul qiling. Eshitaman aka. Mani otim bor.
otxonamga borasizda, otni yaxshilab ko'mtirib qo'ying, shampirni maza qiladi. Manaqa ishqalab. Bo'ldimi? Tamom. Ke, mana sizga shart. Bo'ldi, biz kun alishdik. Bo'pti, bolalar, ishingizga omad. Ko'ramiz qanchalik soqi qila olasizda. Mana istoriyada reklama qiling, qani oching telefoningizni. Navoiy mikrofon reklama qilsin, davay. Olinglar shu joylarni. Mana, ko'rdinglarmi? Bloger bo'lmagan, nima qilib men o'rgatmayman. Kelinglar, o'rgatinglar prodyuserlarni. Ko'rdinglarmi? Qotdi shu bo'ldi, pul topa olmaydi bu bola. Vahma qilmang. Yo'q, o'ziga bering, o'zi olsin. Selfie video qilaman. Olyapti. Xo'p do'stlar, Dilimi profili endi menda. Jigarlarda profilimni bir kunga 24 soatga berib yubordim. Mashinalarimni ham, otni, xullas hamma narsamni berib yuborganman. Faqat men boshqa profilda bo'laman. O'shaning uchun Navoiy profilida bo'ladi, Navoiy profiliga o'tib olinglar. Men o'sha profilda bo'laman. Nima desam, 24 soat davomida o'zini kasbidan kelib chiqqan holatda kim ko'p pul topish, bu blogerliklar qancha pul topar bilmayman, topa olmaydi bo'lmayman. Lekin men Navoiychini yora olaman. O'shaning uchun men bu profilda bo'laman. Menga podpiska tashlaylar. Sog' bo'ling. Otimiz ehtiyot bo'ling, anaqasini ushlab olmang. Kelinglar do'stlar, sizlar bilan yaqindan tanishib olsak, meni ismim Eldor, Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidanman. 3 yildan beri Navoiychilik bilan shug'ullanib, ham o'qib, ham ishlab kelaman. Xo'p, kuniga taxminan 250-300 ming so'm daromadimiz bor. Ko'ramiz endi blogerlik qilib bir kunda qancha pul topar ekanman. Yo'l qonun qoidalariga rioya qiling. Peshoboddan o'ting. Qonun hamma uchun barobar, ehtiyot bo'ling. Uzilib tushgan ekan-ku o'zi. Qo'shib ko'rsa aniq yig'laydi lekin bor. Dajiganlar, ishtirokchimiz meni minusga tiqayotgan bir paytda men ostanovkada avtobusni kutib o'tirgan edim. Hayron qolib. Buni qayerdan yoqadi aka? Mashinamiz zavat qilishni o'rganayotgan bir paytda men hali ham avtobusni kutib o'tirgan edim. Qani ketdi unda. Ketdi, 13. Olg'a. O, tanirovkali. Bugun men kasbimni alishtirganman-da. Bloger emasman bu. Navoiyman. Men shu navoiychilik qila olmayman deb o'ylaysizmi, nima deb o'ylaysiz? Qo'limdan keladimi? Kelsa kerak, lekin hamma o'zi ishini qilgan yaxshi, lekin baribir. Tajriba ham bo'lish kerak, baribir. Lekin eplay olmayman, nima deb o'ylaysiz? Men ko'rgansiz. Do'stlar, mana otxonaga keldik, Dilimining otini oldiga. Otni ko'ramiz, otni cho'miltiramiz, choptiramiz keyin otni. Birinchi choptiramizmi yo birinchi cho'miltiramizmi? Choptiramiz birinchi. Ehtiyot bo'linglar, lekin qimmat ot. Dilshod boshdan ham ko'proq otini yaxshi ko'radi. Bo'ldi. Orqadan chiqqanlar qani? Orqadan chiqqanlar, oldidan chiqqanlar bo'ladi, yo'qmi? Assalomu alaykum. Xormay Sho'pir aka, yaxshimisiz? Sog'misiz, omonmisiz? Xizmatlardan charchamayapsizmi? Okey, bugun men kasbimni o'zgartirganman, shu deysiz, blogerlikni tashlab. Navoiychilik qilyapman. Sizdan bildimi? Oldin boshqacha ko'rinardingiz, YouTube'da ko'rib turamiz, boshqacha chiqardingiz, hozir ham shu boshqacha bo'lib chiqib keldingiz. Ismingiz nima aka? Nig'mon ismi. Nig'mon aka, qaranglar, shunaqa xushchaqchaq sho'pir akalarimiz bor ekan. Oldin yoshligingizda avtobusdan tushib qochib ketardi-da. Boladan so'rayman, hozir shunday qochib ketsa, o'rarkan, desam, bir xilla bo'ladi, bir xilla bo'lmaydi-da. Ani orqada o'tirgan bola shunaqa qilmoqchi ekan o'shanga. Yetib qo'ydi olmas sizga. 98-yildan beri mana shu avtobus sohasida. Yo'q, 98 men 1 yoshligimdan beri. Men demak 26 yildan beri. Gap bo'lishi 29 yil bo'ldi. Bunaqa fidokor insonlarga respekt jigarlar. Nig'mon akam eslab qolinglar, yaxshilab 13-avtobusga chiqqaningizda. Lekin xursand bo'ldim. Orqada o'tirib keldingiz, qarab keldim. To'g'risi aytaman, niyat qildim, kelisharmikin, kelishib suhbatligini olaman dedim. Hozir siz mana yo'lda ketyapman. Mana keldinglar. Umringiz uzoq bo'lsin. Qoyil, bolalar 15 daqiqada otxonaga yetib borishibdi. Men esa hali ham avtobusda Navoiyxonaga ketyapman. Vau, do'stlar, bu ot ekan-ku. Uloq chopish kerak, bunda buni yuvish shart emas. Do'stlar, to'g'risi Dilimi ot tanlashni bilmasa kerak deb o'yladim, lekin otiga gap bo'lishi mumkin emas. Chopaman deyapti ot. Do'stlar, endi shartni bajarishga o'tadigan bo'lsak, endi otni cho'miltiramiz. Oppa. Biza Navoiyxonaga yetib keldik jigarlar. Tezroq boshlashimiz kerak. Soqa qilishimiz kerak. Navoiychilik kasbi boshlandi.
Ketdi. Navoiy vino pishirishga tayyor. Navoiy xonamizga kelganmiz. Bizni usta akamiz, hoji akam, ismingiz nima ekan? Muhammad Rasul aka hamda Abbosbek. Muhammad Rasul aka, bugundan boshlab men sizni hozir shogirdingizman. O'sha hopla tashish, g'ildirak, xullas g'ildirak sifatida foydalansangiz ham bo'ladi, lekin bugun biz siz bilan bir tandir non yopishimiz kerak. Bitta duo qiling usta. Ilohim amin. İşimizni o'ngdan kelsin. Bugungi kunimizni, daromadlarimizni, payizimiz, barakasini berib, hammani xursand qilaylik, tog'a. Allohu akbar. Endi birinchi ishni nimadan boshlaymiz aka? Hozir xamir qilamiz. Xamirni qanaqa qilamiz? Unni shalkaga solamiz, undan to'kib. Voy, unni to'kish kerakmi hali? Hozir xamirni qayerdan oling, tog'a? Men savol beraman. Bu yerda un bor. Qayerda? O'sha unni oling, a? O'sha unni olasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu to'shov ekan. Qayerga oling buni, tog'a? Unni tika qilasiz. Chiqilingmi? Tika qilasiz. Keyinchi? Aha. Voy, mana qarang. Ma'lummi? Aha. Ochamiz a chetdan. Necha yildan beri novvoychilik bilan shug'ullanasiz aka? Bir 10 yil bo'ldi. Yo'q-a. Qo'li dard ko'rmasin. Kuyganlar yo'qmi ish qilib joylar? Kuymaydimi qo'lni? Qo'li Kuygan joylar ham bor qo'lda. voy, unni hidini qaranglar, unni hidini. Shu unni endi mishalkaga to'kamiz-da. Hammasini. Hammasini. Bitta o'zimi isrof qilmasdan. Yordam qilaylik. Yordam shogirdingizni bering. Keling, Abbosbek. Buni qanaqa to'kamiz? Mana shu namga to'kishim kerakmi usta? O'shanga to'kish kerak. Bismillahirrohmanirrohim. To'g'risi bir qop unni ko'tarish bunaqa qiyin bo'ladi deb o'ylamayman. Men o'ylaganlar ham qiyin ekan. Keyin esa xamir yumshab ketmasligi uchun unga droji qo'shdik. Oxirida esa hammasini aralashtirdik. Xamirlarni aralashtirish jarayonidamiz. Hozir xamirni tayyorlab, nonni keyin sochishimiz kerak bo'ladi. Shamol, 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 navdaniga, navdaniga. Yuragim, 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 bo'lib bo'lsa, bo'lib bo'lsa, boshimga tegar, boshimga tegar. Xirri qanoati yozar, xirda aqlida ozar, men xirlarda yurursam, Azizlar, biz mana chaqmoqni cho'miltirib bo'ldik. Xudo xolasa, chaqmoq menga yoqdi, u bilan yaxshi chiqib qoldik. Mana Dilshod aka, birinchi shart bajarib bo'ldik aka. Endi ikkinchi shartda aka men aytishni boshlayman. Faqat aytishdan oldin aka qorinni ozgina to'qlab olish kerak. To'g'risi aka qorinni po'stayi chiqib ketdi, boru. Samal odingga yor bo'layin, chorbog'changga yor gul bo'layin. Odam ko'nsa yor bo'layin, olsang bergin bilagisi kimni. Odam ko'nsa yor bo'layin, olsang bergin bilagisi kimni. Soy bo'yida yor turgan yigit, oshiq ko'zi nosuzgan yigit. Soy bo'yida yor turgan yigit, oshiq ko'zi nosuzgan yigit. Boydan beri qilyapman, lekin baribir qo'limdan chiqib ketyapti-da, ustoz. Qashnaqa shaqlatami, qa? Ustozimning yordamlari bilan nonni kerakli shaklga keltirib, uni kesib chiqdim. O'rtasini ezib, dumaloq ko'rinishda ochib oldim. Oxirida esa chakishladim. To'g'risini aytsam, bu jarayondan qanaqa maza qilganimni menimcha yuzimdagi emotsiyalar aytib turibdi. Mana mehnat qilib yopgan birinchi nonlarim ham tayyor bo'ldi. Ularni uzish vaqti keldi. Voy, bay, buni hidini qara. Mehnatni tagi rohat deydi, usta. Mana biz birinchi shartni bajardik. Bir tandir nonni shaxsan o'z qo'llarim bilan pishirdim, yopdim. Kerak bo'lsa issiq joylarga ham kirdim. Usta, birdan 10 gacha baho bering menga, birinchi shogirdingizga. Baho hozircha 4. Lekin to'g'risini tan olaman, orasida sal
piska ko'zli nonlar ham bor o'zimga o'xshagan. Endi birinchi urinishga yaxshi, usta. Lekin oson emas ekan, oson bo'lmadi. Ana endi xudo xolisi bilan sochishimiz kerak. Undan keyin esa Dilimi blogerga biz ikkinchi shartni beramiz. Ha azizlar, Eldor bergan birinchi shartni to'laqonli bajarib bo'ldim. Yetmaganiga nonlarni sochishni ham boshlab yubordim. Bu paytda Eldor nima qilayotganikin? Sirojiddin aka, o'zi qanday pul topsa bo'ladi aka bu sohada? Nima qilishim kerak? Qayerdan reklama topishim kerak aka? O'zi qanchadan bo'lyapti reklamalar narxi? O'zi bizda reklama narxi storiesda 1,5 ming dollar. O'ziga videoga tushib beradigan bo'lsa 1000 dollar, post narxi 5000 dollar, foto post narxi 3,5 ming dollar. Aka, lekin sal xalq boqib arzon qilmasak bo'lmaydi. Dilshodni yuzi bo'lgan hisobiga bu yerda endi o'zi bizni ko'tarib olmaganmiz unaqa narxni ham. Sredniy narxni olib yuramiz, lekin ja tushirib olish ham to'g'ri kelmaydi. To'g'ri, skidka qilsak bo'ladi, masalan 10%, 15% skidka qilsak bo'ladi menimcha. O'z qo'llarim bilan yopgan pishirgan nonlarim qaynoq qilib bo'lib turibdi. Ko'z tegmasin, mendan ham nova chiqmaydiganlar. Ekorlarni 5 tasini yebsin. Voy voy voy. Ko'z tegmasin, buni hidi bor-ku, odamga shunaqa bir nonni hidi boshqacha bo'ladi, bilasizlarmi? Men yomon hidini yaxshi ko'raman, endi yeb ko'ringlar. Ey, shunaqa ham qo'li gul novvoy bo'lamanmi? Qani edi sizlarga ham yedirib ko'rsam. Buni iloji yo'ligini bilib, ko'chadagi bitta vrachkani chaqirib, unga degustatsiya qildim. Mana shu nonvoy bo'lib ishlamayman, deyman. Mana shu nonni yeb ko'rchi, qalay chiqdi. Yaxshi chiqqan bo'lsa aytasan. To'g'risini ayt faqat. Cho'tkimi? Nima bilan yesa zo'r ketadi? Ovqat bilan. Qaymoq bilan, tako'ra, saskala bilan. O'zingizni noningizni mazza qilish boshqachalik, ba'zi. Non qilolmaydi deyaptimi, ana bola? O'zimga qotgan ekan, hozir. Aka, siz вообще-ku blogerlar, namuncha qimmat narx qo'ygansizlar. 100 dollardan qilamiz aka, istoriya narxini bugun. Yo'q, 100 dollardan bo'lmaydi. Rashi to'g'ri kelmaydi. Bo'ladi aka, bo'ladi. Mobilograf rasxoti ham chiqmaydi. Syomka qilib beradigan mobilograf o'zini rasxoti chiqmaydi 100 dollardan qo'ysangiz. Qanaqa qilib u Dilshod akkaunt 6 million akkaunti bor. 6 million akkauntga 100 dollar tushunyapsizmi? Ana qadriyati ham to'g'ri kelmaydi. Brend qadriyatiga, ismi brend qadriyati. 500. U darajada bo'lish kerak emas. U prodyuser sifatida men bu narsaga qarshi qarshilik qilaman, lekin loyiha o'zini yo'liga-yu. Bo'ldi aka, men sizni tushundim. To'g'risi bunaqa sohada birinchi marta yurishim. Rasxotlari ham bor o'ziga yarasha. Faqat bugun istoriya post narxini aytib o'taman. Istoriyamiz 500 dollar, postimiz 2000 bugun uchun. Men bu yerda qiynalib non sotayotgan bir paytimda, u esa profilimdagi narxlarni yer bilan yakson qilayotgan ekan. Bu narx ham to'g'ri kelmaydi lekin. Yo'q aka, men bugun dilimiy menman. Men nima desam shu bo'ladi aka. Abbos, men 4 tani olib keling, paketga solib. Men esa bu paytda nonlarni shaqillatib sotayotgan edim. Zrachi bormi? Mana bizani birinchi soqqamiz, aka. Mana barakasini bersin, dudo qilib qo'yib, barakasini bersin, birinchi ishlayapmiz. Non olasizmi, singlim? Salomat bo'ling. Nechta ikkitami? Ikkita non Abbos bey. Barakasini bersin, rozi bo'ling. Salomat bo'ling. Ba'zi bitta rasm qo'ydi. Davay. Boshida bu darajada nonlarni tez sotaman deb o'ylamagan edim. Novvoyxonadagi nonlarni ancha munchasini shu yerda o'zida sotib tugadim. Voy, qaynoqqina. Buni qaynoq qilagina qarang, aka. Ikkitasini menga bering, ikkitasini bironta muhtojlarga beraverasizlar bo'lmasa. Yo'lmi berib ketasiz, hozir kimga beramiz hozir? Xursand bo'lamiz lekin, aka. Rahmat, rozi bo'ling. Keling, aka. Aka nechta? 5ta o'zi 5ta. 5 mingmi? Damolar bo'ldi. Men do'ldirmas ekan. Usta bu maydamiz bormi? Yo'q deb turib olamiz ham. O'zigina xursand qilib pulini ber lekin, aka. Ya biz aytsak borish. Uydagilardan bektar ekan, hech pul bor. Puli ko'p ekan, bilib olaylik akamiz ham. Aka, non kerak emasmi? Yo'q. Instagramda aylanamiz. Instagram, YouTube'larda aka, sekin. Dvijeniyada endi aka, hozir hamma yosh shunaqa bo'lib ketdi, aka. Akalarim ochgan, endi biz shogird bo'lib keldik bir kunga aka. Kelib turing aka. Malarga ham shogirdga olaymi? Bo'ladi aka. Eplaymiz lekin bu ish aka. Qanaqa bo'lyapti lekin? Yo'q, bu yerda reklama emas, bu yerda biz shundoq kelishdik. Kommentariyaga, mana shu videoni kommentariyasiga yozib qoldirsangiz bo'ladi. Video chiqqandan o'zingiz barib tashlashadi. Mana video chiqishdan. O'sha kommentariyaga o'zingiz kasbingizni yozib qoldiring. Arkiz bilan xuddi shunaqa novvoychilik yozishgan, kasbim bilan ishganman. Men unga bitta bola bloger bo'lib yuribdi, deyapsiz. Tushunasizmi? Men Porsche'ni berib o'rganman. Instagram profilim ham bunday. Xohlagan ishini qilib. Ko'rsangiz, addishi, xo'p bo'ladi. Rahmat. Даже non olmaydigan odamlarni ham non olishga majbur qildim. Mana marketing. Qaynoqqina nonda, aka. Necha? Ha, berdingiz-ku. Bo'ldimi? Rahmat. Xo'p bo'ladi aka, salomat bo'ling. Aka, non kerak? Nechta 4 ta. Men o'zim tandirimni sotib bo'ldim, mana yana. Mana aka. Salomat bo'ling. Non kerakmi yaxshi qiz? Nechta? Issig'idanmi, sovuqdanmi? Yo'q-a!
Voy, meni ko'rib chiqdingizmi? Meni ko'rib chiqdingizmi? Rahmat. Ko'zimga yosh kelyapti просто. Instagramga qo'ygan storieslarim, jonli efir postlarim orqali dushevniy obunachilarim Navoiyxonaga kelib nom olib ketishdi. Mana shu qizlar kelsa hayajonlanib qolaman-da. Mana yaxshi qiz. Salamat. Bo'ladi, bo'ladi. Narxini ko'taramiz, tog'a. Dajiganlar, men eplayman. Albatta sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar, bir tandir nonni yopib yubordik, uni kerak bo'lsa sotib yubordik ham. Dajiganlar, men buni epladim. Qo'limdan kelishini bilardim. Novvoychilik kasbi oson emas ekan. Menga mana shunaqa oson emas bo'lgan narsalar yoqadi. Lekin bu paytda Eldor nima qotgan ekan? Telefon qilib ko'raylik-chi. Alo. Assalomu alaykum. Salom. Mana shu maza hayotda va boshqacha bo'lsa kerak konditsionerlarda. Anta qaynab pishib ketyapmizlar biz. Tandir ichida yuribsizmi? Uka qichoq qilmay, hozir sizga ikkinchi shartni aytmoqchiman. Men o'sha birinchi shartni bajarib, kerak bo'lsa o'sha yerdagi nonlarni o'sha bir tandir nonni yopib, sotib ham bo'ldim. Shu siz sotganingizga ishonmayapman-da. Sotganingizga ishonsa bo'ladi, uni yopish qiyin-da baribir. Yopganingizga ishonmayapman. Hozir men videosini qo'yaman, lekin hozir men o'sha ikkinchi shartni bermoqchiman sizga. Instagramga, postingizga, reelsingizga 3 millionta obunachidan ko'p bo'lgan mashhur bloger bilan video olishingiz kerak. 3 millionta? 3 milliondan oshiq bo'lgan любой mashhur bloger bilan video olishingiz kerak ekan. Ha, eplaymiz uni ham. Bemalol gapiryapti. Menga nima shart? Eshiting. Mana, sizga shartim meni Navoiyxonada bitta Lamborghini degan velosipedim bor. Qarichi o'shanda magazinlarga non tarqatish kerak. Voy. Belidami? Ba'zida eng oddiy ishlar eng katta dushmaningizga aylanadi. Oyoq kiyimi bog'lamoqchisiz. 1-2, 3-urinish, qorin esa men batman. Mashinada ham shu holat. Qorin bilan rul bir-biri bilan chiqisha olmayapti. Xalqimizda bir gap bor. Kerakli yukni og'iri yo'q, lekin bu qorinni to'shning menga og'irligi bor. Har kuni zalda shug'ullanib va tinmay parhez qilib, baribir yechim yo'q ekan, ozish menga emas ekan deb ovqat tiqib o'tiribsizmi? Yechim o'zingizni qiynash emas. Shunchaki rasmga oling va ozing. Dajiganlar, bu juda ham oson. Gidaiga yeyotgan ovqatingizni rasmga olib tashlaysiz va bu programma sizga uni kaloriyasini hisob-kitob qilib chiqazib beradi va kaloriyani to'g'ri taqsimlashda juda ham katta yordam beradi. Ozmoqchimisiz? Unda Gidaini yuklab oling va hozirgi tushlikdan nazoratni boshlang. Yoqimli ishtaqa. Nomisdan, brat? Olasizmi? Nomismi ku? Hozir amallaymiz. Mashina hozir sotib daromad qolsin, pulini aylantiramiz. Hozir bizda o'sha 250 ming pul bor-da. Men Chilonzor sentrida Veligin bilan Qitmir doda rolida non sotishni boshladim. Nomismi? Ya bitta Chilonzorda cho'ta seriozli klientlar sezilmayapti-da. Qani kim? Keling, bak. Faqat qimmatroq, Nonlarimni shuna qilib klientlarga majburlab sotishga ham harakat qildim. Endi siz ham aqlingiz kelsa bizga bo'lsa yig'lagingiz kelsin-da. Yo'q, pulga kerak. Nabrot qimmatga sotaman. Hozir o'zi tekinga beradigan holatda emasmiz, do'stlar. To'g'richilik. Og'aynilar sizlarmi berib? Bo'ladi. Nima gap? Keyin chiqarib qo'yasiz. Chilonzarskiy mana, Chilonzarskiy okela. Nima gap bor? Cho'tka oka, restoran. Do'stchimizmi? Non sotayotganimda o'zimizning Chilonzarskiy bratухалani ham ko'rib qoldim. Non oladiganlar yo'qmi, non? Nonlar bor, non oladiganlar yo'qmi? Babuti, non. Nomismi? Qashqi nomismi? Afsus. Qizlar rahmi kelmayapti. Ko'rdinglarmi? Oddiy bolaga ham qaramaydi. Hozir shu nomismi? Olaman. Qimmatga deb. Kilikda o'tib bora bo'ladimi? Qimmatga faqat. Hop, nech pul? Nech pulga olasiz? Bitta olaman, ne? Nech pulga olasiz? 10 ming olaman. Bitta olaman. Hali sal qimmatroq. Men naqdini yo'q. Hali kartaga bersangiz qimmatroq sotasiz. Xo'p. Qiynab qo'ymayman. Faqat siz shu tarafni oling. $200? Qo'ysiz, seryoz. Seryoz $200 bermoqchimisiz? Nima ish qilasiz? Ya seryozga olasizmi hozir $200 ga? Endi chiqadimi $200? Ha, demak siz $200. Ha, temani yo'q. Ha, temani yaxshi ulab ketdilar. Endi xo'p, bitta donasini. Nechta? Bitta olaman, ne? Bitta donani nechta pul? Kilikda 10 ming pul bor. 10 ming olaman.
kam. Kirikizda 10 ming so'm pul bor. Cho'nchagizda 200 dollar bor. Men seni ko'ryapman. Maydalik kerak. Men bankomat. O'ldirasiz maydalik kerak. Qizlar nomisizlarmi? Xullas bu bola ham miyani ezib bizadan non sotgisi keldi, biz ham unga non sotgimiz keldi. Oxiri talashib tortishib 10 ming so'mga olib ketdi. Bas. Qimmatroq faqat, aka. Hech pulga oladi. Aynan mana shu nuqtada soqqa qilish payti keldi. Nonlarning narxini srochniy ko'tarish kerak edi. Nonlarning donasi 50 mingga ko'tarilgan bir paytda bitta brat kelib naqd 100 ming so'mga bitta non oldi. Non bilan birga siz bilan qaymoq yeyish kerak. Shogird bo'lsa yonimda turdigani shu bo'lsa kerak. Non sotayotganimni ko'rgan bratishga kelib mendan non sotib oldi. 50 mingdanmi? Bitta beraman, aka. Mana 50. Mana mujik. Bu xastik mujik mana 50 ming. 5 ming so'mlik nonlarni 100 ming so'mdan sotish bunaqa tez bo'ladi deb hech o'ylamagan edim. Shishga qiyin bo'ldi. Nomisizlarmi akalar? Kerak nomisizlar. Qizlar nomisizlar? Juda qiyin bo'ldi, juda. Men boshqacha tasavvur qildim, to'g'risi bor. Men bu darajada qiynalaman deb o'ylamadim. Yaxshi narxda sotaman, lekin baba qiyinchiligi boshqacha ekan-da. Mehnat ko'p ketyapti bu yerda. Oxirida qolgan ikkita nondan bittasini naqd 110 ming so'mga sotib oldim. Va bizning so'nggi klientimiz 5 ming so'mga xursand bo'lib ketdi. Akras abet qilmasdan chiqqan edi bu yerdan, zalga ketaman. Zalga ketib nonlarni yeb, ha? Ha, bor. Charchagan. Bilan ishlaymiz. Addushi. Xudoga. Charchaman. 2 soatdan oshiq mehnat qilib yopgan nonlarimni Chilonzor ko'chalarida naqd shuncha pulga sotdim. Bu paytda Eldor nima qilayotgan ekan? Hozir ko'ramiz. Alo. So'rasang ishlar qandoq, etaman juda qaynoq. Maxfiy tarkibiy qismi bochka bilan to'liq qozon. Bu so'zni bilgandir bro, agar eshitsang ulug'. Bu degani bizdadir hozir boshlanar show. Juda issiq to'g'risi, o'lidadir hammasi. Baslarim tanga davo, bu trek quloq dorisi. Pishirishda ustasi, bo'sh bo'laman kechasi. Ismim mani Oloviddin, agar qizchaň so'rasa. Yo, hamma ingrediyentlar joyida. Da, mana ko'rdinglar, men terlab pishib non sotayotgan bir paytda Eldor Shohxona dasturxonda maza qilib ovqatlanib o'tirgan ekan. Biri o'zi chiqib sotyapti ekan, o'sha videolarni ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim aka. Ko'ringlar, mana qarang. Biri o'zi chiqib sotyapti ekan, profil sizniki o'zi ko'ring, mana profillarni ko'ring, mana qarang. 200 ming ikkita non sotdi, shukr eting. Yo, 100 mingdan sotyapti donasini. 100 ming so'mdan ikkita. Siz shart berib diliga soqa qilish yo'lini ochib qo'ydingiz. Bo'ldagi kalibratsiya olamiz aka. Kim bilan qilsak bo'ladi aka? Lekin eng qizig'i men ikkinchi shartni to'laqonli bajarib bo'lgan bir paytda Eldor hali ham kim bilan kollaboratsiya qilsam ekan deb o'ylab o'tirgan ekan. Kontaktni oling, kontaktiga libo odamni yozing, chiqqan odam bilan xohlagangiz bilasiz. Kim kelyapti xayolingizga? Birinchi inson. Azizset. Yozingchi Azizset bor. Esinglarda bo'lsa, men bergan ikkinchi shart obunachisi 3 milliondan oshiq bo'lgan bloger bilan video kollaboratsiya qilish kerak edi va ishtirokchimizni xayoliga birinchi bo'lib Aziztet keldi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Kim bu? Men Dilimiman aka. Dilimi Dilshod. Kim bu? Men Dilimiman aka. Shu paytda ishtirokchimiz kattagina qo'lni tushirib qo'ydi. Kimsan Aziztetga naqachni kachok bratga ham meni nomimdan gaplashadimi? Video olmoqchi edi aka siz bilan. Aha. Yo'q deyish haqqim bormi? Bor aka albatta. Akkadan sen kim hozir? Nomer xatni oling. Bu vaziyatda prodyuserim telefonni olib vaziyatni yumshatmaganida, ishtirokchimizni Aziz akam o'zini promosheniga olib chiqib, kulachkada shapaloq berib mazasini qochirardi. Bo'ldi, uzr aka, uzr. Hamma har xil holatda yashaydi. Noto'g'ri vaziyatda qilib qo'ydik aka, ming bor uzr. Aziz aka bilan bo'lgan suhbat omadsiz tugaganidan keyin obunachisi 6 milliondan oshiq bo'lgan Jahongir Xo'jayev bilan gaplashib ko'rishga harakat qilishdi. Jahongir aka, sog'ligingiz yaxshimi aka? Charchamayapsizmi? Ha, rahmat, tinchlik. Bu antisamidlar indamanda ayolimman. Tushunarli aka, ming bor uzr aka, nima qilganman? Ishtirokchimizni bugun omadi kelmadi shekilli. Birinchi qadam ham, ikkinchi qadam ham o'xshamadi. Endi bola paqir bor umidini Durdona Qurbonovadan kutyapti. Ko'ramiz, Durdona Qurbonova qanaqa javob berar ekan. Durdona opa, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Video olsak bo'ladimi siz bilan? Qanaqa videomi? Birorta trend videomi? Mayli. Qattasiz ko'risha olsak bo'ladimi? Bugunmi? Ha, bugun, prям hozir. Hozir uydaman-da. Bu yerda bir soatlarda chiqaman. Vaqtimiz kam edi-da, lekin ana 24 soatga profilni almashtirganmiz. Oldingizga borsak bo'lmaydimi? Men chiqaman hozir ko'chaga hozir. Ko'chaga chiqib telefon qilsangiz, o'sha joyga boramiz biz. Ha. Aha, rahmat katta. Ha. Kutaman.
Bolani hayajonlanganidan yuzlari qizarib ketdi. Lekin bu xursandchilik uzoqqa cho'zilmaydi. Nima bo'lganini video davomida ko'rib olasizlar. Aka shu yerda olib kelishsin, tezroq ketaylik. Bo'ldi, hozir kartadan o'tkazib yuboramiz. 1.883.000. Tekshirib qo'ymaylar, o'zim uraman. To'g'risi o'rtoqlar bunaqa shot hali men ko'rmaganman. Lekin narsalariga gap bo'lishi mumkin emas. 6 kishi, 7 kishi operatorlar hammani qorni to'ydi, VIP bo'ldi. Qorin to'ydi, g'am ketdi. Ishtirokchimizni ham Durdonaxon prosta takka tark etdi. Hayzlar. So'rayotgan abonent hozir javob bera olmaydi. Durdona Qurbonova ham telefonga javob bermagandan keyin ishtirokchimiz Bobur Mansurovga aloqaga chiqdi. Lekin afsuski, Bobur aka ham Yo'q, hozir vaqtim yo'q aka. Noto'g'ri tushunmang. Yo'q, bo'ldi aka. vaqtlari yo'ligi sabab Bobur aka Eldorga bo'pti deb yordilar. Obujon aka Aristokratli telefon qilyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Va nihoyat bolalarni omadi keldi. To'g'risi ham katta blogerlar bilan birga kollaboratsiya qilish oson emas edi. O'shaning uchun ham bizning prodyuserimiz bola paqiriga yordamga chiqdi. Xo'p bo'ladi aka, shu tarafga qarab yurib turamiz. Mana blogerlar qarang, o'tib Ko'rdingmi prodyuser qanchalik muhimligini? Jigar, ular qarab tursanglar xijolat bo'laman. Barakasi tushib ketadi. Topkasi tikamiz barakasini bersin. Bu vazifani bajaraman deb bo'ylovlarni ko'chib ketdi. Mana bolalarni o'zi ham qotdi. Alo, Navoiyxonada nima gaplar? Navoiyxonada soqqa bazm yotibdi. Tirikchilikni payidamiz. Atak qiyin bo'lyapti, lekin eplolman, ukam. Shunaqa aka. O'zingizlarda nima gap? Ikkinchi shart nima bo'ldi? Cho'tka aka, ikkinchi shart kelishib qo'ydik aka, hozir borib kollaboratsiya video olamiz, kutib turinglar. Hali berib bo'lmadinglar. Men o'sha ikkinchi shart bajarib bo'ldim. Uchinchi shartni berib yuboringlar, bo'lmasa menga tezroq. Ko'rdim aka, birda ham, ikkini ham bajarib bo'libsiz. Endi sizga uchinchi shartimiz tayyor. Siz menga ot yurdirdingiz. Endi o'zingiz otda borib non sotasiz mahallada. Ot aravada. Bo'radimi? Ot aravada yoki otda? Ot arava qiyin deb o'ylayman. Agar otda epil olayman, menga cho'ta emas. Ko'ramiz. Sizlar bo'lmasam ikkinchi shartni bajarib olinglar birinchi, keyin uchinchi shartni beraman. Ungacha men uchinchi shartni tugatib qo'yaman. Bo'pti. Bo'ldi. Ko'rishamiz. Bu bolalar lanch boru. Qiynalyapti, qila olmayapti blogerlikni. Xo'p do'stlar, mana 3-shartni ham dilimiga berib bo'ldik. Endi biz 2-shartni bajargan ketyapmiz. Xo'p, jigarlar, ketdik. Ot topishimiz kerak. Anaqa bo'ladi. Rim anaqasi kim edi? Rim Juliy Sezar. Davay. Juliy Sezar anaqasini olaylik, arendaga kiyimini top. Mana xayolimga shu payt tilla somsalarni Juliy Sezar obrazida sotish keldi. Juliy Sezar uchun shartga tayyor. Tulporim ham tayyor. Mana, etilgan gap, otilgan o'q. Biz shart bajaramiz. Faqat nima sotishni bilmay qoldim. O'sha paytda menga Ibrohim akam shunday aloqaga chiqdilar-da, o'zlarining surprizlari bilan keldilar. Ibrohim aka, nima gap, okajon? Assalomu alaykum, Dilshod ukam. Tilla ukamga men tilla somsalar olib keldim. Premiumdan. Premium, Golddan. Golddan. Original tilla ukam. Sezarga 20 necha qaratlaydi? 3.9. 3.9 tilla somsa. Endi bu somsalarni biz premium segmentdagi biznesmen akalarga, mashhur insonlarga sotamiz. Qani ko'ramiz. Bizlar ham somsani kimdir olamiki? Oladi. Ketdik, biz tayyormiz. Ana endi somsani sotishimiz kerak. Go. Men o'sha Juliy Sezar obrazida somsa sotayotganimda Eldor endigina Obijon aka bilan ko'rishgani keldi. Qalay ishlar, yondiryapsizmi? Ha aka, harakat qilyapmiz blogerlikda. Mumkin emas. Qarash, mashinada turaman. Hozir o'ylayapman lekin bir kuchli mashina tutmayman. Ishtirokchimiz Obijon aka bilan kollaboratsiya video uchun izaya qilayotgan bir paytda men Eldorga atkazib bergan Bobur akaga tilla somsa sotib o'tdim. Da. Bobur Mansurov. Bizlar yaxshi bola YouTube kanalimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Tilla somsa. Mashhur insonlarga sotyapmiz faqat. Nima deb o'ylaysiz? $100 olgan bo'larmidi? İçindimadan. Ichida hech narsa yo'q. Ustida tilla bor, ichida go'shtli, chitir somsasi. To'g'risi men Bobur akaga somsalarni $100 ga sotaman deb o'ylagan edim, lekin Bobur aka somsalarni 2000 so'mga xarid qildilar. Yaxshi ham 5000 so'mga sotib olmadilar. Qo'shing, 2000 kam. Bitta nonni 2000 olishdi. Bering. Tomsa, bering, bitta. Chitiri bu aka. Bitta ko'ring, chitillasi qanaqa bo'ladi? Yesa bo'ladimi? Nima aka, voy yeyishchi. O'zi chitirni ustiga tilla qilmasa ham o'zi tilladagi gapida yaxshi somsayda. Aka, ham tez tilla bo'lib qoldi. Endi o'pishish qimmatga tushadi siz bilan, agar kimdir o'pishmoqchi bo'lsa. Men sizlarga aytgandim, blogerlik kasbi sizlar o'ylaganchalik oson emas. Men 3-shartni bajarayotgan bir paytimda Eldor hali ham 2-shartni tugatmagan edi. Ertalab 10, endi 7da. $1000 namuncha arzon, qimmatroqdan olinglar. Aka, erkaksiz, tushunasiz. To'g'risi uzoq joydan keldim.
Ovqatga ham pulim qolmadi hozir. Aka, ozgina yordam qilib oling. Toshingni teray. Ha, bo'ldi. 3000 dollarligidan oling. Aka. Aka, sizmi? Aka, esingizdanmi o'sha paytlar meni mensimagandingiz? Mana mashinani, kiyimlarimni ko'ryapsizmi? Bitta narsani esingizdan chiqarmang. Hamma narsa bilan o'ynashsangiz ham aka, erkak kishining omadi bilan o'ynashmang. Tavba qilibman. 5 minut oldin yordam so'rab kelgan ekan, noto'g'ri gapirib qo'ydim deb 100 dollar yordam bergan kesam, menga aqlli gaplar gapirib ketdimi? O'zi odamzodga mansab tegmasmi ekan? O'zi mashina icham biruvdi mashinani minib, o'zida yo'q narsalar borib ko'rsatib, aql o'rgatadiganlar ko'payib ketdi. Dilshod bir kundan keyin mashinani olib qo'ysin-da, sen bola bilan keyin gaplashaman. O'l, ko'kalla. Xo'p, mana oldik, qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qildim. Endi tez joyida o'ylab, joyida oldik. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr. Instagramdagilar ham so'gakim yo'q. Davay, hammamiz Eldorbekni addishga qilamiz. Andijon, Olg'a. To'g'risini aytsam, o'rtoqlar, ikkinchi shartdan umidimni uzdim, eplolmasak kerak deb o'yladim. Ko'plab blogerlarga aloqaga chiqdik, ko'pchilikdan atkaz oldik. Oxirgi ilojimiz, oxirgi najotimiz, to'g'rirog'ini aytsam, Obid aka Nasriddinovdan bo'ldi. 8 dan o'tyapti. 11 soat bo'ldi. Bunchalik charchoqni men to'g'risi kutmagandim. Blogerlik to'g'risi oson kasb emas ekan o'rtoqlar. Kuzatib boringlar, biz shartlarni bajarishda davom etamiz. Julius Sezar shahar bo'ylab yurishni boshladi. Tilla somsalarimizni sochishda davom etamiz. Ishtirokchimiz endigina ikkinchi shartni tugatganida men haliyam Toshkent ko'chalarida tilla somsalarimni normal summalarga sotib o'tdim. Tilla somsa oladiganlar bormi? Julius Sezar. Voy, Karim Polvon! Karim Polvon ham keldi, azizli. Hozir ko'ramiz tilla somsalarimizdan qancha olishadi. O Ahmad doda taba! Shu paytda men o'zimni qadrdon biznesmen akalarimni ko'chada uchratib qoldim va ularga somsalarni qimmatga o'tkazishga harakat qildim. Tilla somsamizni olmaysizmi, aka? Buni qarang, buni qarang, buni qarang. Aka, 3 ta 9 lik tilla. Tillami bu? Tilla somsa ekan. Endi cho'nchakka foydali emas-da, narxi faqat. Shunaqa ham insofli bola bo'lamanmi? Tilla somsalarning donasini 100 dollardan sotishga harakat qildim. Va shu payt Ahmad doda hamda Karim polvon somsalarni 100 dollardan sotib olishdi. Namangan yoryapti, Namangan vodiy. Julius Sezar yurishda davom etadi. Tilla somsalarimiz esa soni tobora kamayib bormoqda. 200 dollarga somsa sotganimni istoriyaga qo'yganimdan keyin tilla somsa uchun xaridorlar ko'payishni boshladi. Story'izda ko'rdik, marg'ilonliklarni 2 ta sotib olishibdi. Biz bundan 3 ta sotib olamiz. Namangandan. Qarang. Qarang, uchinchisi qarang. Hoppa, qarang. Sezar, soxta emasmi ekan? Ko'ramiz bizada keyin qaysi viloyat rekord turar ekan. Ko'ramiz. Biz esa yo'lda davom etamiz. Salomat bo'ling, aka. Sog' bo'ling. Charchamang, yesiz uchun yo'lma tashab. Marg'ilonlik akalarning rekordini namanganlik bratuxalar urib qo'ydi. Julius Sezar yurishda to'g'ri yurishda davom etadi. Tilla somsalar bilan divizheniyalar zo'r ketayotgan bir paytda Eldor menga telefon qilib ikkinchi shartni bajarib bo'lganini aytdi. Allo, Sezarda nima gaplar? Somsalari sotyaptilarmi? Va men unga 3-shartni berdim. 3-shart shundan iboratki, obunachisi 1 milliontadan oshiq bo'lgan 3 ta bloger bilan ko'rishadi va o'sha bloger istoriyasiga rasm yoki video qo'yish kerak bo'ladi. Adam chiqingiz 2 ta, yana bitta odam topsak bo'ldi. Tamom aka. Lekin nechta odamga telefon qildik? Hammaga telefon qilib chiqdik bor. Kontaktda bor, hammaga telefon qilindi. Men tanimagan blogerlarimni ham hozir taniyapman lekin. Bu ketishda men somsachi bo'lib ketmasam bo'ldi. Rekordni urish uchun Jizzaxlik akalar meni avtoraqam Toshkentga chaqirishdi. Menga Jizzaxlik akalar orada aloqaga chiqishdi. Voy, aloqa. Undan oldin marg'ilonliklar ko'rgan bo'lsanglar, onlayn tarzda dastavka qo'yardi ularga 2 ta tilla somsani. Undan keyin namanganliklar kelib 3 ta tilla somsa oldi. Undan keyin yana 3 ta. Hozir avtoraqam Toshkentga kelganman. Assalomu alaykum. Somsayimiz biroz Charchaysizlar? Salomatmisiz? Aka telefon qildilar, uka, ko'chada qiynalmang, keling oldimga dedilar. Men o'zim hal qilaman dedilar. Men hal qilasiz qo'yishingizchi, hozir reklama oladigan payt emas, boshqa narsa qilishimiz kerak, sotishimiz kerak somsani. Siz keling bo'ldi deydilar. Eksklyuziv bo'ldi. Oybek aka mana. Nechta olasiz aka? Bitta dona bitta. To'g'risi bunaqa bo'lishini kutmagan edim. Har bir viloyat rekord urishga harakat qildi, lekin Jizzax nerealniy summa taklif qildi. Xullas, Jizzaxliklar rekord bo'ldi. Bitta gap, agar rekordni yangilashsa, o'sha rekordni yangilashga tayyor. Voy, endi buni sochishdi. Endi bu skelet bo'lib ketdi, yo'g'i. Avtoraqam Toshkent, respekt. Okalarga gap yo'q. Imom Rustam o'tdimi?
Og'zingni yirtib tashlanglar. O'ynashma. Mana kunimiz ham o'z nihoyasiga yetyapti va men kun davomida non va tilla somsali sotib, normal soqqa ham qo'yoldim. Lekin addushi charchadim. Bu paytda esa ishtirokchimiz Eldorbek blogerlar bilan ko'rishib, shartni o'z nihoyasiga yetkazayotdi. Oppa, 24 soat o'z nihoyasiga yetdi. Toychog'im ham mana oldimga kelib oldi. Qani, shopir kim? Legendarniy Assalomu alaykum. Dilimiy niqob ostidagi Novvoy bola. Xullas, kechagi 24 soat men uchun ham, menimcha, ukamiz uchun ham unutilmas kun bo'ldi deb o'ylayman. Men sizga rahmat aytmoqchiman. Novvoychilik kasbini tanlab, shu mashaqqatiga, qiyinchiligiga chidab, mehnat qilayotganingiz uchun, chunki oson emas ekan. Men non yopib ko'rdim, xamirlarni parod qildim. Endi 1 gram xamirni o'zini ham ortiqcha ishlatib olmaslik kerak ekan. Nonni yeyish oson ekan, lekin uni ortidagi mashaqqati juda ham katta ekan. Kerak bo'lsa tandirlarning ichiga kirib, odam kuyib qolishlari, mana qarang, basharalarim kuyib ketdi. Nimaga bu? Tandir ichiga kirganimda kuymadi. Issiqda ko'chada yurib non sotib yurganimda umuman qiyin bo'ldi. Lekin men kechagi kundan zavq oldim, energiya oldim. Sizda qanaqa bo'ldi? Sizda men endi storieslarni kuzatdim, men ichida odam o'tadi-yu, qanaqa emotsiyalar bo'ldi. Yo, men ko'rdim aka, lekin siz yondirdingiz ishoning. Toshkent kecha kunlari siz orqangizdan. Sizda nima bo'ldi? Blogerlik qanaqa? Qiyinmi yo osonmi yo qanchalik, nima taraflari bor? Blogerlik endi ko'pchilik oson deb o'ylaydi, chunki kommentariyada ham ko'pchilik har narsalarni deb yozdi, uni ham ko'rdik. O'zim telefonda o'tirdim. Hammaga atvet yozishga harakat qildik, yozdik ham ko'pchiligiga. Bashi joyida ayting, mana direktni ko'rdingizmi, qancha odam yozishini menga? Aka, u ko'rdingizmi? Tugatib bo'lmas ekan, bor. Ko'pchiligiga harakat qildim, lekin yozishga ko'pchilik istoriyamni ko'ring aka deyishdi, boshqa deyishdi. O'sha tomonlarini ham bir nimalar qilib, istoriyalarni ham ko'rib, yana ko'rmay qolsangiz, kibrni sizda yozishganlarni ko'rdingizmi? Ilojim boricha harakat qildim, lekin oson kasb emas ekan, to'g'risi. Qiyinchiligi bor. Ani fiziki tomondan qandaydir og'ir yuk ko'tarib, bir nima qilmasligingiz mumkin, lekin marangli odam ezilar ekanda. Kamerani oldida kecha ko'rgan bo'lsanglar, 7 ta operator atrofimda aylanib video olib yuribdi. Men gapirish uchun gap topishim kerak. Ssenariy yo'q, boshqa narsa yo'q, hamma narsa paputi bo'lgani uchun ozgina menga o'sha gap topib, ana blogerlik olib ketish ozgina qiyin bo'ldi, lekin aka harakat qildim. Lekin menimcha juda maktab bo'ldi siz uchun deb o'ylayman va kelajakda bu narsa sizga foyda keltiradi degan umiddaman. Bizni haftasiga kamida 4-5 marta xuddi shunaqa kunimiz o'tadi va bizani qancha energiyamiz ketishini o'zingiz ham ko'rdingiz, lekin sizlarga ham ishinglar oson emas ekan. Kelinglar, men gapda emas, balki amalda ko'rsatib qo'ymoqchiman sizlarga. Men kecha Novvoymi profilda bo'ldim va bir kun ichida 24 soat ichida bizani Novvoymi Instagram profilimizda 27500 ta obunachi, 11 million axvat, storiesda 100 mingtadan 200 mingtagacha prosmotr hamda har bitta reelslarimiz million prosmotr bo'ldi. Meni maqsadim shu edi. Bu yerda asosiy menda daromad emas, Instagram Face orqali qanchalik odamlarga bu narsani sotish mumkinligi va qanchalik daromad qilsa bo'ladi. Shuni men insonlarga isbotlamoqchi bo'ldim va o'sha kasbda amalga oshirib qanchalik men non yopib, novvoychilikni eplab ketishimni odamlarga ko'rsatib qo'ydim xolos. O'zi novvoychilikdan nech pul topardingiz? Kuniga yoki oyiga? Kuniga olamiz biz qopiga, 250-300 bor edi kuniga. O'zingiz qancha pul topdingiz novvoychilik qilib? Endi men ustozdan duolarni olgan holatda, siz ustozlaringiz bor ekan, o'sha yerda menga 32 ta dona non berdi va 32 dona nondan men o'zimni o'sha yerda biznesimni boshladim. Qanaqa deganda 32 ta nonni obunachilarga, chilonzorlarga borib sotdim. O'shani pulini yechib, boshqa narsa olib, uni pulini yechib, mana shunaqa aylantirib, keyin orada qarasam, sizlar shustriylik qilib reklamalarni arzon narxda sotib olsa, men bu yerda ko'ra olmaslik paydo bo'ldi, to'g'risini aytaman. Sirasi reklama e'lon qildim. Tirikchilikni aybi yo'q. Chunki bir-birimizga aytganim 24 soat davomida xohlaguncha daromad qil yoki xohlaguncha yasha. Bizda shunaqa bo'ldi. Xullas, siz nech pul topdingiz bugun? Asosiy nuqtaga yetib kelamiz. Birinchi o'zingiz ayta qoling aka. Kim aytadi? Endi men maqtanaymi, maqtamaymi, bu qanchalik to'g'ri bo'ladi. Menda mana bu pullar non shu velida sotgan nonlarimning pullari, o'sha barakali pullar, qistirilgan pullar bo'ladi-ku, takoy. 5 mingdan ham sotdim, 20 mingdan, xullas 10 mingdan 200 minggacha bu nonni sotdim donasini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 200 ming, 300 ming, 400 ming, 500 ming, 600 ming, 700 ming, 800 ming, 900 ming, 1 million 119 ming hamda 1 million 1400 dollar. Bundan tashqari biz rasxod qilganmiz, otga pul berganman, kiyimlarga, rekvizitlarga pul berganman.
Ana endi yana rasxodlarimiz bor. Hozir ularni ham berib chiqishimiz kerak, chunki kecha kun davomida arendaga otlar olganmiz, kiyimlar olganmiz. To'g'risini aytsam aka 3.900.000 pul topdik 7 kishi bo'lib. 3.900.000. O'shanda 3.900.000 plyusdami? Minusdamiz aka. Minusda faqat rasxod qildinglarmi? Rasxod bo'ldi. Yo, undan ham ko'p rasxod qilish imkoniyatinglar ega edi. No, mayli, shunaqa bo'lishi kerak ekan. Biz afsuslanmaymiz. Asosiysi siz ham, men ham o'zimga maktab oldik. Men xudoga shukr daromadim yaxshi bilasiz. Hamma narsani joy-joyiga qo'yib qo'yganman. Lekin men sizga shundayligicha bu narsani qo'yib yubormoqchi emasman. Mana shu bir kun davomida puldan ham ko'proq muhim bo'lgan narsani sizga sovg'a qilmoqchiman. Novoymi profilini sizga topshiraman va siz xudo xolasa o'sha Novoymi profilini boshqarib, o'zingizni noningizni menga oyi oxirida hisobot qilib topshirasiz. Faqat va'da bering shu narsaga. Bo'lmasa bu profilga achinib qolaman. Agar uni xoriq qilib yuborsangiz, o'shaning uchun menga oy oxirida oyiga 7000 ta dona non sotsangiz o'zi. Endi men profilni berib, marketingni rivojlantirib, o'sha narsani 2 barobar ko'piga ko'paytirishingiz kerak bo'ladi. Bo'ldi aka. Yana sizga imkoniyat beraman. Hayotingizda nima qilgingiz kelardi o'zi masalan? To'xtab turing, shoshmay turing. Hozir to'g'risi bu narsani aytishmadi. Men bilmagandim. Bunchalik bo'lishini ham kutmagandim. O'zi kecha ko'proq narsa qilmoqchi edik. Vertolyot uchmoqchi edik, rentkardan gelik olmoqchi edik, parashyutdan sakramoqchi bo'ldik. Qani Toshkent City qayerdadir basseyn bor ekan, unga bormoqchi bo'ldim. Men bu syomkalar bo'lib, ani bloger qidirib, to'g'risi ko'p vaqtimiz o'tib ketib qoldi. Asosiy vaqtimiz shart bajarishga o'tdi. Ulgurmadik bu narsalarga. Lekin men o'sha hozirgi gaplarni aytishdan oldin men o'zim o'ylab yurdim. Yo, to'xta, sen bundan ham ko'proq narsa olding. Yangi tanishlar orttirding. Xalq ko'rdi, 6 millionta podpисчиги bor, akkauntni ishlatding. Millionlab prosmotr yig'di. 300 mingdan oshiq istoriyamizni odam ko'rgan. Bitta istoriyamizni. Siz ham, men dilingni profil, men chiqmagan joyimda 300 mingta prosmotr zo'r deb o'ylayman. Shunaqa. Ko'pchilik tanidi, bildi. Lekin aka bu profilni menga berishingiz to'g'risi aka umuman kutmagandim. Men uchun juda katta. Uka, mana siz hozir aytdingiz, gelik olmoqchi, gelik rentakar, basseynda cho'milmoqchi. Shu narsalarni amalda oshirsa bo'ladi. Shunaqa. Ular aka pulga topilsa bo'ladigan narsalar. O'zingiz va'da qiling, yil oxirigacha mana shu profilni ko'tarib, mana shu narsalarni har bittasini postga qo'yib bo'ldi. Kelinglar do'stlar, shu hozirgi paytda nima qilib olamiz? Kelishib olamiz. Missiya qo'yib olamiz hozir o'zimizga o'zimiz. Qancha vaqt qo'ying, suruk? Mana yil oxirigacha mana shu aytdingiz-ku, rentakar, gelik, basseyn, vertolyot sakrash, nimadirlar orzularingiz bor, o'shalarni yil oxirigacha har bittasini postga qo'yib chiqasiz. Bo'ldi. Bitta amalga oshirib. Yil oxirigacha obunachilar kuzatib boringlar. Hammasini sekin-asta Navoiyxonadan topgan foydamiz, privilimizni asoslanib, hammasini sizlarga ko'rsatib borishga, o'sha narsalarga erishganimizni ko'rsatib borishga harakat qilamiz do'stlar. Yaxshi boladan yaxshi Navoiychiga yaxshi sovg'a bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat. Omadingiz bersin, profil bilan tabriklayman. Xudo xolasa cho'tki qilib boshqaring. Va men aytdim, ichingizda hozir nima qilmoqchi bo'lganlaringizni aytdingiz. Agar mana shu YouTube kanalimizda mana shu video 50 mingtadan oshiq like to'plasa, men sizni parashyutda uchiraman o'zim bilan birga. Buradagi kelishdik. Like'larni bosinglar, yaxshi bola YouTube kanalimizga obuna bo'linglar, qo'ng'iroqchalar, qo'llab-quvvatlashlar albatta bo'lishi kerak. Chunki juda ham ko'p mehnat qildik. Men bilan 24 soat hayotingizni, kasbingizni alishmoqchi bo'lsangiz, albatta kommentariyaga o'zingizni ismingizni, kasbingizni, ma'lumotlaringizni yozib ketsangiz bo'ldi va tez kunda siz bilan kasb alishamiz. 24 soat biza bilan birga bo'lganingiz uchun, yaxshi bola YouTube kanalida biza bilan yaxshi tomoshabin bo'lib o'tirganingiz uchun hammaga kattakon rahmat. Eldor hammasi uchun rahmat. Chotki bo'l. Biza bilan birga bo'linglar. Kalitim bering moshdanmi? Yana bitta narsa, mana kiyimlar ham sizga sovg'a bo'ldi. Yo, sizga bunaqa kiyim yoqmaydimi? Bunaqa kiyolmayman to'g'risi. Yo'q, lekin davlat bo'lib yuribman o'zim ham odamlar orasida. Voy, bu lekin do'stlar, umumiy hisobda original 600 dollarga olganman. Bir nechida? Xullas videoyimizda bordi. Seryozni kerak emasmi? Yo'q, aka, men bunaqa kiyolmayman to'g'risi. Bu mayli, o'zinglar bilasiz. To'xtang, ani kalt menda, telefon menda. Bering, telefonni, profillarimni bering, sog'indim. Bo'ldi aka. Bering. Aralashtirmay qolganlar. Qatta qoldi, chiqmasa hozir, mana. Menga bering, men kiyolaman. Qo'shurmay. Porsche kaltini o'zimizga oldi, o'chiganlar. Sog'lik, salomatlik. Bo'pti. Aka. Anaqangizni beraman hozir, to'xtaymaydi. Avtobus emasdi. Atto karta. Ha. Avtobus ketasizmi hozir? Ha, takita. Tashlab qo'ymayman lekin. Profilingiz bor-ku, profildan topasiz, dedim xo'listada. Charchamang. Ko'rishamiz, Eldor. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Eshigi parot o'qib qopti-da. Jigarlar, men o'zim rolimga qaytdim.
Dilimiy qaytdi. Yaxshi bola qaytdi. Bismillah.